odam o'limda jonini totguvchidir va bolalarni chimildig'ini tark etib o'zini hayotida yashashda davom etmoqchi hamma odam. Shuning uchun nitoq xulosa qildirmanglar odamga. Shuning uchun albatta hammasini chimildiq deganda nitoq narsani tushunmaylar. Chimildiq deganda har bitta komnatada odam yo'q yerda bu chimildiq deb nomlaymiz biz efirimizda. Shuning uchun chimildiqda yomon xayolga kelmanglar. Oldin ola shunaqa ichimda dardlar to'lib ketadi. Insonlar qayerga qaramay, qayerda yashamay shunaqa ichlarim dardga to'lib ketadi. Shunaqa darajada bo'lib ketaman, shunaqa darajada bo'lib ketaman, qo'rasizlar. Shuning uchun shu telekanalimiz nomli Loviston nomli shunaqa tajribalarni gapirmoqchiman men. Ma'no qani debdi. Davay, ma'no haqida go show. Davay. Ma'no, qanaqa ma'no? Yuribsan-u, bekatda odamman deb o'zingni o'ylaysanmi? Yuribsan-u, kiyinishingda ma'no bormi? Qani labingda ma'no bormi? Qani kimlar bilan uchrashmaganingda ma'no bormi? Qani meni ko'rganingda o'zing ma'noni qabul qiladigan darajada shunaqa ma'nolimisan? Qani ma'no? Ma'no qani? Sendagi bormidi ma'no? Sendagi g'urur bormidi ma'no? Ma'noni so'raysan, ma'no seni dafiga ishtoningni ichida turadimi? Ma'noni so'raysan mendan. Nimaga ma'noda g'ururing shunchalik yo'l qo'yaptimi ma'no deyishga? Ma'noni so'raganni shunchalik jalabdi. Oxiri ishimiz. Oxiri yomon bo'ldi. Oxiri yomon bo'ldi. Kenzo tugadi, ishonori. Ma'no. O'zingda qani, ana. Ashillam ketdi ma'no haqida, ana kommentariyada. Ma'no ashillani tushunmaganlar uchun kommentariyada. Успокойся. Ты тоже успокой. Bunaqa xo'rlanish ota-bobolaringdan qolib ketgan. O'zingni pastga urish uchun dafiga gap gapirishing kerak emas. O'zingni istamasan zaybal deb birovga tenglashasan, birovda hayotiga aralashgani zaybal deydigan darajada odammi? So'kinadigan darajada isqirtmidi, o'zingga o'zing gaptilab olasan, keyin ishtoningni ichidagini ko'rsatishga harakat qilasan. Erkaklik g'ururing yo'q ekan, nomusing yo'q ekan. Nega o'zingni haligacha erkakman deb his qilyapsan? Kichkinaliging bilan ham любой odam erkakman deydi, lekin adam bor deydi, adang erkaklikka aylanadimi? Adasi bo'lishni orzu qilmaysanmi?